Nechidir yoshingizda o'zingizni hayotingizni o'zingiz tugatmoqchi bo'lganingiz haqida gapirgansiz. Keyin ma'lum bir davr najotni dindan qidirganingiz haqida gapirgansizda. Shu mavzuni ozgina ochmoqchiman, aybga buyurmaysiz. Endi bizni kanalni ko'radigan ko'pgina kuzatuvchilar u suhbatni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Siz o'sha davrda dindan qoniqmaganmisiz? Dindorlardan qoniqmaganmisiz? Diniy dunyoqarashingizdan qoniqmaganmisiz? Rahmat Sanjar, o'sha suhbatda ham tipa shunaqa savollar berilgan. Keyin mavzu bitta yosh qalbni shakllanishga ulanib ketilganda, siz savolingiz shunaqa keng savol, men javobim ham shunaqa kengki, bitta nimada berish juda ham qiyin. Faqat bitta savolga ulab berish qiyin. Men o'shanda o'zbek jamiyatida bitta yosh qalbni shakllanishini tushuntirmoqchi bo'lganman. Qarang, men o'zimni o'ldirmoqchi bo'lib, keyin dindan taskin topmaganman. Aksincha, men aslida o'zi dindor bo'lib, keyin dindan dindorligimdan qoniqmaganligim uchun shu narsaga yetib kelganman. Dindorligingizdan qoniqmagan. Ha, lekin o'zi aslida bu din bilan ham bog'liq emas unchalik ham. Bu jamiyatdagi bitta yosh qalbni o'zini anglashi bilan bog'liq va bevosita jamiyatga bog'liq bo'lgan narsada. Litseyda o'qiganman va biza shunaqa o'qiganmizki, kecha kunduz tinimsiz. Masalan, 3 yil o'qigan bo'lsam, hatto biz taraflarda svet bo'lmasdi kechqurun. Qishlar umuman svet bo'lmasdi. Biza o'sha yotoqxonada shamda olib o'qirdik, sovuq. Keyin svet bo'lmagandan keyin отопление ham ishlamaydi. Mirshakarda bor, men bu pechni albatta yoqaman va bu yerdan albatta ketaman deydi. Soat 5 da turib repetitorga boradi. Ertalab xuddi shunaqa vaziyatda jon berib, jon olib o'qiysiz. Hamma narsani yodlaysiz. O'sha kitoblarida shunaqa yodlaysiz. Ana 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan har bir kitobni 3 ta fan bo'yicha suv qilib ichib o'rganasiz. Bittasi emas, hamma yoningizdagi, hamma o'rtoqlaringiz. Buncha harakat, qattiq harakat nimaga deganda, buyuk kelajak kutadi. Unaqa qilasan, borasan, dunyoni tipa o'zgartirib yuborasan. Endi men o'zim shunday tushunardim. Nimagadir erishasan, bu to'g'ri o'qiganlaringning oqibatida. Ha. Biz o'qishga kirdik. O'qishga kirganimizdan keyin bilasizmi, 1 yil anaqa bo'ldi. 1 yil xuddi shu kayfiyat bilan yashadik. Eyforiyada. Ha, nimalargadir o'zimizni urdik, ko'rmoqchi bo'ldik, dunyoni o'zgartirmoqchi edik-da, tog'ni talqon qilmoqchi edik. Endi yoshlikda kuch ko'p bo'ladi. 17-18 yosh bu dunyoni talqon qilaman degan yosh. Qadriyatlarni o'zgartiraman degan yosh. Aslida normal jamiyatlarda shunaqa o'zgartira oladi. Yoshlar eng katta kuchda, bizda lekin eng katta kuch emas yoshlar. Isyon vaqtida? Isyon vaqti. O'sha suhbatda ham aytganman, 18-25 yosh. Yoshlar dunyoni o'zgartiradigan, qadriyatlarni yangilaydigan kuch bo'ladigan payt. Keyin nima bo'ldi? O'sha 1 yildan keyin o'zi tushuna boshlaysizda, qanaqadir. Ko'ryapsiz, hech qayerdan nima chiqmayapti. Imdod chiqmayapti. Harakatlaringiz, urinishlaringiz besamar. Atrofingizga qaraysiz, millionlagan yoshlar bor. Xuddi sizday o'qigan, xuddi sizday o'sha muhitdan chiqib, deylik, bir narsani o'zgartiraman, bir narsani qilaman, tog'ni talqon qilaman degan, lekin hech kim deyarli hech narsa qilmaydi va jamiyatda ham deyarli ular keraksiz. Biologik chiqindi. Men bu zamonda zamon chiqindisiman degan she'rim bo'lardi-da o'sha narsa. Keyin sekin-sekin o'zi depressiya boshlanadi, qaytish boshlanadi. Yoshlar energiyasini chiqara olmaydi. Xuddi menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ma'no topolmay qolganman, mazmun topolmay qolganman. Xo'p, kelajak yo'q ekan. Men topolmadim bunaqa buyuk kelajakni. Kuchimni nimaga sarf qilishni bilmayman, qaysi yo'lga yurishni bilmayman, g'oya yo'q. Sekin-sekin shunda dinga maqib ketganman, burilib ketganman. Unda ham Rumiyni ta'siri bo'lgan. Endi men adabiyot o'qirdim. Albatta o'sha Rumiylarni, aktorlarni o'qiganman. O'sha yerda Rumiyni o'sha sevgi, din bu sevgidir, kim bo'lsang ham ke degan g'oyalari menga juda ham katta nima bo'lib tuyulgan. O'sha paytda fikrlar bo'lib tuyulgan. O'z-o'zidan dinga sevgim uyg'onib ketgan. Xullas bu o'sha bitta yosh qalbni yo'lini topolmasligi, yo'lini yo'qotishi va izlashi bilan bog'liq narsa. O'sha suhbatdan keyin menga juda ham ko'p yoshlar yozishdi. Ishonmaysiz, juda ham ko'p. Men ham xuddi shunaqaman, o'zimni o'ldirmoqchi bo'lganman. Men ham 1-kursman, hozir yo'limni topolmayapman. Men ham xuddi shunday o'qiganman. Menda ham g'oya yo'q, nima qilishni bilmayman, qaysi devorga boshim urishni bilmayman. Shunaqada deyarli hammasi. Keyin men aytdim, bu bitta sizni, bitta ma'no. Hatto men bu narsalar 10 yil oldin yashab o'tdim. Lekin mendan bugun ham bor. 10 yil keyin kelayotgan odamlar aytayaptiki, "Opa" deyapti. Siz bilan yigitlar bor, qizlar bor, jinsini farqi yo'q. Faqat anaqa tashqi ko'rinishimiz boshqa ekan, ichimiz bir xil ekan, dardimiz bir xil ekan. Tabiiy, bitta jamiyatda yashayapsan, bitta muammoning ichida yashayapsan, bitta narsani his qilyapsan. Bu muammo bir xil bo'ladi. Bu tabiiyda. Xuddi o'sha paytda men
dinga berilib ketganman, lekin dindorligimdan ko'nglim to'lmagan, bilasizmi, ishim mayli o'sha suhbatdagi aynan fikrlar aytmayman va o'shalar to'ldiraman, agar kimgadir kerak bo'lsa o'sha suhbatni ko'rib olar. Nimaga faqat din bilan, faqatgina namoz o'qish, faqat ibodatda bo'lish bilan o'zim tushungancha diniy amallarni qilish bilan ko'nglim to'lmagan, bilasizmi? Bu narsa bilan to'g'ri ibodat kerak, boshqa narsalar kerak, iymon, e'tiqod kerak, lekin bu narsani o'zi bilan hech narsa qilib bo'lmaydi hayotda. Odam bu hayotda shu potensialni chiqarish kerak, odam yaratuvchi. Odam yaratish kerak. Odam bu hayotga xizmat qilish kerak. Odam insoniyatga xizmat qilish kerak. Odam atrofga xizmat qilish kerak. Jamiyatga xizmat qilish kerak. Eng katta xatom shu yerda bo'lganda, xonanishim bo'lib qolish kerak emas ekan. Ammo xonanishim, ya'ni o'ziga qamalib, faqat shu ibodatni qilish. Xo'p, ibodatimni qilganda ham keyin qayerga borishni bilmayman. Masalan, tasavvuf yo'lidan yuraman desam, tasavvuf juda qiyin yo'l aslida-da va uning uchun qayerga borishni ham bilmayman. Ha, O'zbekistonda aytishadi, qanaqadir tasavvuf bo'yicha baribir hozir o'zini nimalari bor, anaqalar bor deyshadi. Lekin men shu qarorga kelganman, keyin bu din bo'yicha ham ko'p kitoblar o'qiganman. Ibrohim Haqqulloh kitoblarini o'qiganda o'sha bitta savolga zo'r javob bor edi. Ya'ni o'sha Fard Nattorni kimdir o'zi tasavvufchilar aytadi. Va bizda eng tasavvufchimiz bor, katta, o'sha bekorga Naqshbandiyani hamasda qo'ling ishda bo'lsin, qalbing Allohda deydi, dilbayori dasbakor. O'sha bekorga bunaqa bo'lmaganda, bekorga o'sha Naqshbandiya tariqati bizda yoyilmagan. Hozir butun dunyoda ham tariqatlar orasida mashhurrog'i o'sha. Xullas, o'sha ishda bo'lish degani bu ramziy ma'noda, ya'ni xizmat qilish kerak. Odam qanaqadir energiya almashinuv bo'lish kerak jamiyat va har bir inson orasida. Siz potensialingizni chiqarishingiz kerak. O'ringa ega bo'lishingiz kerak jamiyatda, xullas. U bitta xonangizga qamalib o'tirib hech narsa qilmaydi. Bu o'zingizga ham kerak emas, boshqalarga ham kerak emas. Eng avvalo u o'zingizni tanozulga olib keladi. Endi aslida din ham bitta xonaga qamalib o'tirishi ta'kidlanmaydi. Yo'q, men sizga umumiy din haqida aytmayman. Men o'zimni diniy qarashlarimni haqida aytaman. Hozir kimdir shunaqa tushunib qolmasin demoqchiman. To'ldirish uchun aytdim sizga qarshi. Dinni o'sha paytda shunday qabul qilganimni aytaman. Keyingi savol. Aytgancha ilova. Hozir o'sha dilbayori dasbakorga amal qilib yashash nasib qilyaptimi? Qaysi ma'noda? Shuni o'qidim va shundan keyin fikrim o'zgardi dedingiz. Meni fikrim o'sha paytda o'zgarib qolmagan, конечно же. Men bo'lmasa bekorga suitsidga kelmagan bo'lardim. Men bu narsani yashab o'tgandan keyin o'zim yashab o'tgan hayotimga baho berib shu xulosaga kelganman. Suitsid yechimmidi o'zi? O'sha holatingiz uchun hozir qarasangiz aniq yechim emas. Demak, siz undan keyin ham ancha ishlar qildingiz. Suitsid yechim bo'lmagani uchun men o'zim o'ldirmaganman. Suitsid bu holat. Inson mana shu darajaga yetib kelishi o'zi nimadan? Mana shu narsani o'rganish kerak. Suitsid hech narsaga yechim emas. Kimdir yechim desa, buni tanlov qilish mumkin. Lekin suitsid bu holat. U nimaga shu holatgacha yetib keldi? Mana shuni o'rganish kerak deb o'ylayman. Suitsid bu o'rganadigan eng murakkab, aniq psixologik holat. Xo'p, yetib kelishingizga sabab bo'lgan eng asosiy masala, eng kattasi. Yo, men sizga aytdim-ku, o'sha yoshlar bilan bog'liq bo'shliq bor. Ya'ni pozitsiya berilmagani, bu jamiyatda siz ma'lum bir statusga erishish uchun o'qidingiz, harakat qildingiz, motivatsiyaga ega bo'ldingiz, harakat qildingiz va biologik chiqindi sifatida uloqtirdi bu jamiyat. Shu tipa, masalan, ham bir tomondan g'oya yo'q, bir tomondan g'oya ola olmaysiz, ikkinchi tomondan jamiyatning bosimi juda ham katta yoshlarga nisbatan. Ya'ni siz o'zingiz ichingizdagi meningizni chiqara olmaysiz. Jamiyat bo'g'ib tashlagan. Jamiyat bo'g'ib tashlagan har tomonlama kiyim, eng melishi narsalardan boshlab eng katta narsalargacha yoshlarni har bir odamni bo'g'ib tashlagan. Kiyimmi, yurish, turishmi, mana shuning uchun ham bir yosh qalb o'ladi. O'zini ichida o'ladi u. O'shaning uchun shunday bo'lgan.